Assalomu alaykum. Yangicha 50 balıklarımız. Universal holatda shiylaxani. Bular bekka ulanadi, tepasiga bunaqa holatda bo'ladi. Tepasiga shu 1 metrlik yapalqcha bo'lib aylanadi. Bu qismiga kerak bo'lmaydi, bunga ulanib ketaveradi. Bundan keyingisi bitta shu halkani o'zi 40 ga qarab 50 yillik bo'ladi. 40 ga 40 holat yarim holatda 1 metrlik ulanadi. Bunchaga palqi bo'ladi keyingisi.